60 Nm 10 patronli 2 xil shurpayortimizni sotuvga keldi. Ko'pchilik buni kutyapti. Buni bilasizlar, 3-stajan ham tashlaganmiz. Sinmagan model. Eng qizig'i 5 shochli shurpayor xuddi shunaqa upakovkada 100 gacha yetib boradi. Narxi 368 ming so'm. Bitta ochamiz. Mana, oho, yengillangan. Perchatkalar bor komplektda. Stakanchikli, zaryadniklar. Mana bitta naboriga alohida e'tibor beringlar. Bitta ochib ko'ringlar buni ham. Mana, oho. Nabor bor. Xo'p, ikkita dona batareyka bor. Aytgancha buni oboroti 2000 oborot minutiga. Bitta ovozini ham eshitamiz. Eng qiziq udar funksiya ham bor ekan. 368 ming udarni ham eshitib ko'ringlar. Voy, mana ixcham shurpayortlarimizni eng qizig'i bu ixchamligiga qaramasdan 60 Nm. Endi ikkinchisini ochamiz. Bu ham xuddi shunaqa 60 Nm'li shurpayortlarimizning pro versiyasi. Oboroti buni ham 2000, bir xil ikkalasi. Endi komplektlarda nimalar o'zgarish bo'lganligini ko'ramiz. Balki bunisi boshqacharoqdir. Yo'q, ko'zimga bir xildek ko'rinyapti. Keysi ham ideal ishlangan. Podstavkalar ham zo'r. Akkuratniy shurpayor ichida o'ynab yurmasligi uchun qilingan. Endi sifatga alohida e'tibor berilgan. Bunda ham udar funksiya bor ekan. Zo'r. Sizga yoqdimi yo'qmi, fikringizni qoldirasiz. Komplektda ikkita batareyka, bu ham stakanchali zaryadnik ekan. Mana hamma narsasi komplektida bor ekan. 368 ming so'mdan kelib ko'rib olaman deydigan bo'lsangiz, Best Tool